Eser çıkınlıkap çıraylık yaz bulanta. Hayır sana. Onu da bizim. Beş ya yaxşı çıkınlıkap bakma. Bakalım bakalım nerede? Nima okulumuz diken? Bakalım nerede? Ha, qanday qilgan narsa nur degan? Ha? Neçe balınız var? 3 bilan bor. İki kız bir o'g'ilmi? Ha, 2 qiz bir o'g'il, cho'ng o'g'il. Ha, men 2 qiz, mao o'tiranchisi mao bilan. Mao eng kichigi. O qivatqini, Urumchida qivatqini kichigimi? Ha, kichigi. Bu hozir bu nima sabab bilan qaytib keldi? Hozir praktik qilish uchun. Hayat o'qib bo'lib, endi praktikaga chiqdi. Kaytırıp aldan yalnız çıkmalı, yazın çıkalımmış. Abi nasıl şimdi? Aynen uzak giden tıkanta. İsmim Gülhma Saud. Burun yaşım 18 yaş. Tuğulğanın tatmış Kur'an'da çoğunluğun. Lakin okuş yaşıma yetkenlikin, kaç yaşıma çıkıp başlangıçta oturmaktan düşüyordu okudum. Oturmaktan tüygenlikin, Ürümçi'ye okuş, işkisan kepken mektepke. Anlakin aşıp sana bir de okuşun arzuyum boğalık için öykülerim koşulup şu okuşmadım. Dadam rap, Ürümçi mekteplerimni krep kıldık. Qilgandikin men burundan uyda o'qigandik yataqlashib o'qib boqmagandikin Urumchiga borgandik yataqda yetib o'qib o'qish jarayonida yataq kunamay tomoqlar kunamay achchiq bo'lgandikin dadamdan aylish qiyamay bek tez ko'ndim. Bugan saboqdoshlaringizning ichida siz oldin qatorda o'qiy oldingizmi yo o'tiral darajada? O'tiralda. Baştan o'qishimiz saviyamiz ancha yaxshi bo'lgandik. O'tiral darajada. Hamda boshqalarning o'qish sharoiti yaxshi bo'lganligi uchun ular oldida rahmat, lekin biz yez maktabda o'qigan bo'lsak, meni shular bilan qilishmay o'tir darajada o'qib keldim. Urumchining sharoiti bilan mana sharoiti shunda cho'ng farqlanishidagi. Albatta. Hamda u yoqda ayol kishiga masalan ayollar barobar deydigan ish bor shundaqmi? Ba'zilarga ayol yo'q vaqtida erlimi tomoq etib turgan bunday ishlar bor. Lekin men qarang tog'da bunday ish yo'q ekan. Siz shuni qanday qaraysiz? Men shu hozir kinolarda hamma shu ayollar barobar deb ayol shundan miyadim shu ashuna o'zgarishga ayollarimiz bekchapakka suv chiqish işlerini arlaq pəskə deb oylarımız ki, burundan kiçigidən tartib bundan könmügəndikin o işlərini özgərçisəl təsqid gəl. Çoxum ulan yurtumuz tərəqqi qılan sürümdə o işlərini özgərb getir deb oylarım. Anasxan! Anasxan! Dayton again. Birinci ayda geldi mi? İsmim Gülçin Saud. Kaç yaş girdiniz? 20 yaşqa. Balanız kaç yaş girdi? Balam 3 yaş girdi. Götürüp pulunuz verdiniz mi? Amdı apaq. Sizin yo'ldoshingiz-chi? Yo'ldashim qazoq ketgan. Nima sababdan?
Kesel sebebim. Hem kurmak istedim. Günde adette adam köp vakitte bir emin koyduğun 7-8 koy kadar. Onun faydası kaç bu? Onun faydası 200 koy 500 koy çıkıldı. Ya bazı yakışıklı. Adam köp vakitte şunda Adam az vakit harcıyor. Adam az vakitte 300 koy 200 koyduğun kendime aydım. En tutan isafta. Bir günlük soda. Ben işte. Bağ oyunu birazcık. Öyde çıkıyor. Öyde oldu. Siz mektepte okumaganmı? Tılıksızlık çok olan. Nima uchun endi yana o'ylab o'qiyvermidingiz? Şarait yararmigachga o'qiy olmagan. Sharoit tuanding ha? He. Ota-onangizning iqtisodi men qarasam shu kent xili yomon emas o'rin ekan. Siz o'qisangiz zamanda. Mushu tılıksızlık o'qiyotgan vaqtimda imtihonda nayt yaxshi deb bilaman adabiy san'atda alayda qobiliyatim bo'lganligi uchun Ürümçiden bir sanki kellekin mushu uydagilarimning qatilmaslik sababini o'qiyman. U vaqtda endi uydagilar singlingiz qo'shilib turib sizga nima ish qo'shilmagan? U vaqt endi men uydagilarimga asosliqi maktab rahbarligi intayin aralashib endi bularni o'qituvchisi sababidan endi o'qituvchisining uydagilarga qilish sababidan shuni bo'lgan. Uydagilar xizmat ishlaydigan odamning yo'qliqi. Shular shu sharoitni tushuntirib, o'z qobiliyatini shu bolalarning namoyon qilish ishlarini tushuntirgan odam bo'lmagan ekan. Ham bu yezimizni hamda o'qish nisbati tuan bo'lgan ekan bolalarningki. Shu sababdan o'ylar. Singlingiz o'qishning sababi hamda ma'lumlar deb o'qitdi ha? Bo'lmasa agar o'zi degan bo'lsa unamaslik mumkinmidi? Ehtimolga yaqin unmaydi asosliqi. Hamda keyin hamda dadamim shu singlimni hamda Urumchiga operash jarayonida biya bilan Urumchining noit zo'r farq borligini bilib, keyin hamda meni o'qitmaganidan pushaymon qilganligini so'zlab ketdi. Hamda albatta. Men